Eski patent muddati tugamasdan yangi patent olsa bo'ladi. Buni qonuniy yo'llari qanaqa? Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Keyingi vaqtda eng ko'p beriladigan savollardan biri bu: eski patenti muddati tugamasdan yangi patent olsam bo'ladimi deb so'ralyapti. Keling buni qonuniy tomonlama ko'rib chiqamiz. Qonunchilik bo'yicha Rossiya territoriyasiga kelgan kuningizdan boshlab 1 oy mobaynida siz patentga topshirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni patent 1 yilda faqat 1 marotaba beriladi. Endi siz aytishingiz mumkin, agar patent 1 yilga 1 marotaba berilsa, qanday qilib eski patentimiz muddati tugamasdan yangi patent olishimiz mumkin deb. Misol uchun, deylik siz yangi patentni oldingiz, 6 oy ishladingiz va uyingizga ketmoqchisiz. 2 oyga yo 3 oyga. Ana endi hisoblaymiz. Patentingiz 6 oy bo'lganda ishlaganingizga va uyingizga 2 oy ketsangiz jami 8 oy bo'lyapti. Va bunda eski patentingiz muddati hali tugagani yo'q, lekin qanday qilib yangi patent olishingiz mumkin? Buni qonuniy 2 xil yo'li bor. Birinchi yo'li, qonun bo'yicha agar siz patentni o'z vaqtida to'lamasangiz, shu qo'lingizdagi amaldagi patentingiz muddati tugagan hisoblanadi. Ya'ni siz agar 6 oy ishlab uyingizga ketmoqchi bo'lsangiz, mana shu patentingizni oylik to'lovini to'lamasligingiz kerak. Ana shunda sizni patentingiz muddati tugagan hisoblanadi. Ya'ni siz borib granitsa kirdi chiqdi qilib uyingizga borib kelib bemalol qonuniy yangi patent rasmiylashtirib olishingiz mumkin. Bu birinchi yo'l edi, ya'ni siz patentingizni oylik to'lovini to'lamasdan chiqib ketishingiz. Ikkinchi yo'li esa bu уведомление sabab bo'ladi. Ya'ni qonun bo'yicha bilasiz, yangi patentni qo'lingizga olganingizdan boshlab 2 oy ichida siz уведомлениеga topshirishingiz kerak bo'ladi. Agar siz vaqtida уведомление olmasangiz, patentingiz annulирован bo'ladi. Ya'ni siz keyin shu mamlakatdan chiqib ketishingiz kerak. Qachonki o'sha patentingiz muddati tugagandagina siz qaytib kirsangiz bo'ladi. Shuning uchun ikkinchi yo'lga e'tiborli bo'lamiz. Ya'ni siz o'z vaqtida уведомлениеga topshirib patentlaringizni to'lovlarini vaqtida qilsangiz, patentingiz qonuniy amalda bo'ladi. Va bunda ham e'tiborli tomoni, agar yuqorida aytib o'tgandek, agar siz 6 oyda patentingizni oylik to'lovini to'lamasdan chiqib ketib, yana shu 2 oy bo'ladimi, 3 oydan keyin qaytib kelib yangi patent qilsangiz, yana yangi patentga уведомление topshirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni har yangi patent olganingizda majburiy 1 marotaba уведомление topshirishingiz kerak bo'ladi 2 oy mobaynida. Xulosa qilib aytganda azizlarim, bemalol eski patentingiz muddati tugamasdan yangi patent olsangiz bo'ladi. Bu qonuniy mumkin. Faqat yuqorida aytib o'tgan 2 xil yo'l bilan amalga oshirishingiz mumkin. Bugungi video shulardan iborat azizlar. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Bu videoni albatta o'z yaqinlaringizga podelitsiya qilib tarqating, ular ham boxabar bo'lishsin. Keyin azizlarim, sizlarning fikrlaringiz men uchun juda ham qiziq. Sizlarga ham shunga o'xshash holat bo'lganmi? Iltimos kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring va keyingi videolarimiz aynan nima mavzuda chiqishini xohlasangiz ham shularni kommentariyaga batafsil yozib qoldiring. Men esa shularga qarab video chiqarishda davom etaman. Kelgusi sonda ko'rishguncha omon bo'ling, sog' bo'ling.